Stent yoki aorta koronar shuntlash operatsiyasi. Qaysi biri afzal? Koronarografiya tekshiruvdan keyin bemorning yuragidagi qon tomirlarining holatiga qarab vrach kerakli maslahatlarni beradi. Hozirgi kunda butun dunyo meditsinasida qaysi holatda stent qo'yish kerak, qaysi holatda aorta koronar shuntlash operatsiyasini o'tkazish haqida rekomendatsiyalarda aniq ravshan yozib qo'yilgan. Har bir davo chorasining o'z ko'rsatmasi bor. Xalqimizda ochiq operatsiyalardan, ya'ni aorta koronar shuntlash operatsiyasidan qo'rquv bor. Lekin sizga koronarografiya tekshiruvidan keyin ko'rsatmalarga asosan aorta koronar shuntlash operatsiyasini vrach tavsiya qilsa, ochiq operatsiyadan aslo qo'rqmang. Bu sizning kelgusidagi uzoq muddatli yaxshi natija uchun imkoniyat yaratadi. Biz shifokorlarning maqsadimiz bitta, ya'ni sizning sog'lig'ingizga optimal bo'lgan davo chorasini tavsiya qilishdan iborat.